O'sha, ya'niki odamlarga juda ham qulay narxlar asosida taklif bildiramiz va asosiysi sifatga e'tibor qaratib qurilamiz. Bu kasbga kiradi. Biznes bilan kasbni solishtirish juda ham qiyin bu. Yo, endi men aytmoqchi bo'lganim, sizni себестоимостьingizda, ya'ni sotayotgan narxingizda buni arzon и buni долгосрочный рассрочкаga berishingizni sababini qidiryapman-da. Ana o'sha uchun, demak, sizda nima deydi, materiallar o'zidan chiqyapti. Dokumentingiz konkretni уже turar joy. Уже siz lishni boshqa narsaga xavfsizlik yostiqchasi qilib qo'yish shart emas. O'sha narsani etap-etap to'g'ri qilib, Gasimni aytgani bo'yicha, shaharsozlikda aytgani bo'yicha qurib topshirsangiz, tamom, siz уже lishni bosh og'rig'ingiz yo'q. O'shaning hisobiga nima deydi? Endi qarang aka, muhtaram prezidentimiz biz yosh tadbirkorlarga qanchadan qancha sharoitlar yaratib beryaptilar. Shunaqa. Ya'niki juda soliqlardan masalan ozod qilyaptilar ba'zi bir joylarga, qanaqadir masalan poddershkalar qilinyapti va o'sha viloyat hokimi tomonidan ham, qurilish vazirligi tomonidan ham quruvchilarga juda ham katta poddershkalar qilinyapti. Va shu poddershkalarni siz olyapsiz o'zingizga. Men masalan shu narsalarni o'zimga his qilib, o'zim ham xalqqa qanaqadir foydam tegsin deyman.